Hurmatli obunachilar, o'tgan safar shu obyektni qo'yganimizga 1 kunga sotildi. Zalogni ham 25 ming berib, bir oy so'roq olib, pulini qilib bera olmadi, ba'zi bir sabablarga ko'ra. Egasiga pul zaril, tez sotish kerak. Narxini ham kelishtirib qo'yiladi. Lokatsiyasiga kelayotgan bo'lsak, Mexanizator bulvardan kirganimizda, ana shu 3 etajli zdaniya ham sotuvda. Yo'l ustida joylashgan. Maktab, detsad, klinika qilsanglar ham bo'ladi. Egasiga pul zarillik uchun tez sotish kerak. Bu joy mashinalarni ham hisoblab olinadi. Xo'p. Mana shu Olsuti joyimiz sotuvda. Kirishimizda mana katta hol katta nimalar bo'lingan mana xonalar ham. Buni mehmonxona qilsa ham bo'ladi. Mehmonxona ham juda xonalar to'g'ri keladi mehmonxona ham. Xullas qarom, Olsuti degani mana bu yoqdan bo'linadi. Shu yoqdan shunday bo'linadi. Olsuti где-то shunday to'g'ri kelyapti. U yerni o'zida 120 ming deyishyapti, quruq yerni o'zini. Bu esa joyimiz 3 etajdan iborat. 3 ta xona bor. Narxini kelayotgan bo'lsak, 130 ming startni so'ralmoqda. U joy mashinadan ham hisoblab olinadi. Hisob-kitoblaringizni olinglar. Olorman bo'lsanglar, birdaniya notariusga pul sanaladi. Lokatsiyasi ham juda yaxshi joylashgan. Kimga qiziq bo'lsa, birdaniya notariusga sanaladi. Realnolikka realno qilib beriladi. Pastdagi nomerga bemalol telefon qilaveringlar.